Kichkina shahzoda sahroni kesib o'tdi-yu, hech kimni uchratmadi. Yo'lda faqat nimjongina rangpar bir gulga duch keldi. "Salom", dedi kichkina shahzoda. "Salom", deb javob qaytardi gul. "Odamlar qayoqda?" deb muloyim ohangda so'radi kichkina shahzoda. Kunlarning birida yonginasidan o'tib ketayotgan karvonga gulning ko'zi tushib qolgandi. "Odamlar deysanmi?" "Ha, ular chamasi 5-6 edi. Men ularni ko'p yil burun ko'rgandim, ammo ularni qayerdan izlash kerakligini men bilmayman. Shamoldek uchib yurishadi. Ildizi yo'q ularning, shuning uchun ham topish qiyin." "Xayr, yaxshi qol", dedi kichkina shahzoda. "Xayr", dedi gul. Kichkina shahzoda baland toqqa chiqib borardi. Shu paytgacha u o'zining tizzasidan keladigan 3 ta vulqonidan boshqa birorta tog'ni ko'rmagandi. So'ngan vulqon unga kursi bo'lib xizmat qilardi. Shu sababli u hozir bu yuksak tog'dan turib sayyorani boshdan oyoq ko'zdan kechirsa bo'lar, undagi jamiki odamlarni ham ko'rsam kerak degan fikrga keldi. Biroq tog' tepasiga chiqib borgach, ignadek o'tkir va ingichka cho'qqilargagina ko'zi tushdi xolos. "Salom", dedi u har ehtimolga qarshi. "Salom, salom, salom", deya aks sado yangradi. "Siz kimsiz?" deb so'radi kichkina shahzoda. "Siz kimsiz? Siz kimsiz? Kimsiz?" deya aks sado yangradi yana. "Kelinglar do'st bo'laylik, men yakkayu yolg'izman", dedi u. "Yakkayu yolg'iz, yolg'iz, yolg'iz", deya aks sado yangradi. Shunchalik ham g'alati sayyora bo'ladimi deb o'yladi kichkina shahzoda. Yap-yalang'och, tap-taqir, hamma tomoni igna. Odamlarda quvvai hofiza ham yetishmas ekan. Aytgan gapingni takrorlashdan boshqa narsani bilmaydi. Uyimda Feruza gulim bor edi. U mening ko'rar ko'zim, quvonchim edi. U hamisha birinchi bo'lib so'ylardi. Kichkina shahzoda qum barxanlari aro, qoya va muzliklar aro uzoq kezib yurdi va nihoyat yo'lga tushib oldi. Har qanday yo'l esa odamzod huzuriga eltadi. "Salom", dedi u. Uning qarshisida gulchechaklarga to'la bir chamanzor yastanib yotardi. "Salom", deb javob qaytarishdi gullar. Shunda kichkina shahzoda bu gullarning barchasi uning Feruza guliga o'xshash ekanini payqadi. "To'xtang, sizlar kimsiz?" deb so'radi u lol bo'lib. "Bizlar gulmiz", deb javob berishdi gullar. "Shunaqami?" dedi kichkina shahzoda bo'shashib. So'ng daf'atan o'zini benihoya baxtsiz sezdi. Feruza gul unga butun olamda men kabi zebo sanam yo'q deb aytgandi. Mana hozir poydagi bu chamanzorda erka guli yangliq gullarning 5000 tasi yal-yal tovlanib turibdi. Agar buni ko'rsa u qanchalik xafa bo'lardi-ya, deb o'yladi kichkina shahzoda. Chamasi kulgili ko'rinmaslik uchun u zo'r berib yo'tala boshlagan, o'zini hatto jon taslim qilayotgandek ko'rsatgan bo'lardi. Men esa uning ortidan xuddi bemorning ortidan yugurgandek ergashib, taskin tasalli berishga majbur bo'lardim. Aks holda meni tashvish va uyatga qo'yish uchun ham u jon taslim qilardi. Keyin xayoliga yana shunday fikr keldi. Men o'zimcha dunyoda tanho gulga egaman deb yurardim. Hech qayda uning tengi-yu o'xshashi yo'q deb o'ylardim. Vaholanki u oddiygina bir gul ekan. Mening bor butshudim o'sha oddiygina gulu bo'yi tizzamdan keladigan 3 ta vulqondan iborat edi.
Uning ham bittasi so'ngan. Kim bilsin, balki abadiy uyg'onmas. Endi mening podsholigim qoldim. U maysa uzra yuztuban tushgancha yig'lab yubordi. Xuddi shu payt ro'parasida tulki paydo bo'ldi. "Salom" dedi u. "Salom" deya alik oldi kichkina shahzoda xushfe'llik bilan, biroq tevarak atrofiga alanglab hech kimni ko'rmadi. "Men bu yerdaman" degan ovoz eshitildi yana. "Daraxtlarning tagidaman." "Sen kimsan?" deb so'radi kichkina shahzoda. "Buncha ham chiroylisan." "Men tulkiman" dedi tulki. "Men bilan o'ynagin" deb o'tindi kichkina shahzoda. "Bilsang, hozir shu qadar xafamanki, sen bilan o'ynay olmayman" dedi tulki. "Men qo'lga o'rgatilmaganman." Kechirasan bo'lmasa" dedi kichkina shahzoda, ammo biroz o'ylanib, "Qo'lga o'rgatilmagan degani nima?" deb so'radi. "Bu yerlik emas ekansan-da" dedi tulki. "Nima izlab yuribsan bu joylarda?" "Odamlarni izlayapman" dedi kichkina shahzoda. "Qo'lga o'rgatish degani nima?" "Odamlarni izlayapman degan. Ularning yonida quroli bo'ladi. Shuni taqib ovga chiqishadi. Juda chatoqda shunisi. Ular tovuq ham boqishadi. Yagona ma'qul ishi shu ularning. Sen tovuq izlamayapsanmi?" "Yo'q" dedi kichkina shahzoda. "Men do'st izlab yuribman." "Xo'sh, qani aytchi, qo'lga o'rgatish degani nima?" "Bu allaqachonlar unut bo'lib ketgan tushuncha" deb tushuntirdi tulki. "Bu degani rishtalar bog'lamoq demakdir." "Rishta bog'lamoq?" "Xuddi shunday" dedi tulki. "Hozir sen men uchun dunyodagi o'zingga o'xshagan 100 ming bolaning birisan, xolos. Hozircha sen menga kerak emassan. Men ham senga kerak emasman. Men ham senga hozir dunyodagi 100 minglab tulkining biriman, xolos. Ammo bordi-yu, sen meni qo'lga o'rgatsang, ikkimiz bir-birimizga kerak bo'lib qolamiz. Sen men uchun dunyodagi yagona odamga aylanasan. Men ham sen uchun dunyodagi yagonaga aylanaman. Tushungandek bo'lyapman" dedi kichkina shahzoda. "Bir gul bor edi. Chamasi u meni qo'lga o'rgatgan ekan." "Bo'lishi mumkin" deb tasdiqladi tulki. "Yer yuzida nimalar bo'lmaydi deysan?" "Bu voqea yerda bo'lmagan" dedi kichkina shahzoda. Tulki hayron qoldi. "Qayerda bo'lgan? Boshqa sayyoradami?" "Ha." "O'sha sayyorada ham ovchilar bormi?" "Yo'q." Soz ekan-ku. Tovuq bormi?" "Yo'q." "Bir kam dunyo deganlari shu ekanda" deb xo'rsindi tulki. Ammo zum o'tmay tag'in so'z boshladi. "Hayotim juda ham zerikarli. Men tovuqni poylayman, odamlar esa meni poylaydi. Tovuqni ham, hammasi bir xil, odamni ham. Shuning uchun hayotim mudom zerikish bilan o'tadi. Agar sen meni qo'lga o'rgatsang, qorong'u turmushimga nur kirardi. Shunda sening oyoq tovushlaringni men minglab odam ichidan ajrata oladigan bo'lardim. Hozir odam sharpasini sezsam bas, darhol bekinish payiga tushaman. Ammo meni qo'lga o'rgatsang bormi? Qadam olishing xuddi ohanrabo, musiqa yanglig' meni o'ziga chorlaydi-yu, yashirinib yotgan joyimdan istiqbolingga yugurib chiqaman. Undan keyin, "Ana, bug'doyzorni ko'ryapsanmi? Qara, bug'doy g'irq pishib yotibdi. Men don-dun yemayman, g'alla bilan ishim yo'q. Bug'doyzor dalalarning men uchun hech qanday ma'nosi yo'q. Buning qanchalar qayg'uli ekanini bilsang edi. Sening sochlaring ajoyib, tillaring tovlanadi. Agar meni qo'lga o'rgatsang, shunday soz bo'ladiki, oltin tusli bug'doyzor endi menga seni eslata boshlaydi. Va shunda men boshoqlarning shamolda chayqalishini yaxshi ko'rib qolaman." Tulki jimib qoldi. Kichkina shahzodaga uzoq termildi. Nihoyat, "Iltimos, meni qo'lga o'rgatgin" dedi. "Jonim bilan o'rgatardim-u" dedi kichkina shahzoda. "Lekin vaqtim ziqroqda.
Men hali do'stlar orttirishim, juda ko'p narsalarni bilib olishim kerak. Faqat qo'lga o'rgatilgan narsalarnigina bilib olish mumkin, dedi tulki. Hozir odamlarning biror narsani bilishga vaqti qolmagan. Hamma narsani tayyorligicha magazindan olishadi. Lekin do'st sotadigan magazin yo'qdi. Shuning uchun ham odamlar endi do'st orttirmaydi. Agar do'st orttirmoqchi bo'lsang, meni qo'lga o'rgata qol. Xo'p, buning uchun nima qilish kerak deb so'radi kichkina shahzoda. Sabr toqatni bir joyga yig'ish kerak deb javob berdi tulki. Dastlab sal uzoqroqda, ana u yerdagi maysaning ustiga kelib o'tirasan. Men senga avval bir oz hadiksirab qarayman. Sen bunga indamaysan, maylimi? Chunki so'zlar bir-birimizni anglashimizga xalaqit beradi xolos. Keyin esa kun sayin asta-sekin yaqinroq kelib o'tiraverasan. Ertasiga kichkina shahzoda yana shu joyga keldi. Yaxshisi har kuni bir paytda kela qolgin deb iltimos qildi tulki. Masalan, agar soat 4 da keladigan bo'lsang, men soat 3 dan o'zimni baxtiyor his qila boshlayman. Muddat yaqinlashgan sari bu quvonch orta boradi. Soat 4 da esa yuragim hayajonga to'lib, shodimonlik bilan tepa boshlaydi. Ana shundagina men baxt saodatning qadrini sezaman. Bordi-yu, sen har kuni, har xil vaqtda keladigan bo'lsang, meni bu baxtiyorlik tuyg'usidan mahrum qilasan. Rasm-rusumni to'g'ri bajo keltirish kerak. Rasm-rusum nima? Deb so'radi kichkina shahzoda. Bu ham allaqachon unutilgan narsa, deya tushuntirdi tulki. U shunday bir narsaki, u tufayli qaysidir bir kun boshqa kunlarga mutlaqo o'xshamaydi. U tufayli qaysidir davr boshqa davrlarga mutlaqo o'xshamaydi. Masalan, mening payimda yuradigan ovchilarda shunday rasm-rusum bor. Ular payshanba kunlari qishloqqa oyim qizlar bilan ko'ngilxushlik qilishadi. Shuning uchun ham payshanba degani juda ajoyib kunda. Shu kunlari men asta sayr qilgani chiqaman, hatto Uzumzorning chekkasigacha bemalol boraman. Agar ovchilar ma'lum kunlarda emas, xohlagan paytlarda ko'ngilxushlik qilaversalar, hamma kunlar bir xil bo'lib qoladi. Unda men xordiq nimaligini bilmay o'tib ketaman. Shu tariqa kichkina shahzoda tulkini qo'lga o'rgatdi. Mana nihoyat ayriliq chog'i ham yetdi. Endi seni eslab yig'lab yuraman, deya xo'rsindi tulki. Ayb o'zingda, dedi kichkina shahzoda. Seni ranjitishni sira istamasdim. Axir o'zing aytgan eding-ku, meni qo'lga o'rgat deb. Ha, albatta, dedi tulki. Lekin yig'layman deyapsan-ku. Albatta yig'layman-da. Demak, seni qo'lga o'rgatib noto'g'ri qilibman-da. Yo'q, deya bosh chayqadi tulki. Bundan xafa emasman. Esingdami? Oltin boshoq haqida senga aytgan gaplarim. U jimib qoldi. Oradan sal o'tgach, tag'in qo'shib qo'ydi. O'sha gulzorga yana bir marta borib qaragin, Feruza gulining olamda chindan ham yagona ekaniga ishonch hosil qilasan. Qaytib kelganingdan so'ng xayrlashar chog'i seni yana bir sirdan ogoh etaman. Mayli, bu senga mendan hadya bo'lsin. Kichkina shahzoda chamanzorga qarab ketdi. Sizlar mening Feruza gulimga sirayam o'xshamaysizlar, dedi ularga. Sizlar hali hech nima emassizlar, chunki sizlarni biror kimsa qo'lga o'rgatgan emas. Sizlar ham biror kimsani qo'lga o'rgatgan emassizlar. Mening tulkim ham avval shunday edi. 100 minglab boshqa tulkilardan aslo farqi yo'q edi, ammo men u bilan do'st tutindim. Endi u men uchun yorug' olamdagi yagona tulkiga aylandi. Gullar hijolatdan qip-qizarib ketishdi. Sizlar chiroylisizlar, ammo dilingiz bo'm-bo'sh, deya davom etdi kichkina shahzoda. Sizlarni deb odamning qurbon bo'lgisi kelmaydi. Albatta, Feruza gulimga tasodifan ko'zi tushib qolgan o'tkinchi uni so'zsiz sizlarga o'xshaydi deb aytishi mumkin. Ammo uning yolg'iz o'zi menga sizlarning barchangizdan ko'ra qadrliroq, chunki men har kuni sizlarni emas,
uni sug'oramanda. Parda tortib, shisha qalpoq tutib sizlarni emas, uni izg'irunu sovuqlardan asrab avaylaganman. Uni deb kapalaklar tezroq ochilib chiqib u bilan o'ynasin deb g'umbaklar olib kelganman. Men uning arzu dodini ham, nozu firog'ini ham eshitganman. Hatto sukutga cho'mgan chog'larida ham ko'nglini sezib turganman. U meniki, u mening yolg'izim, yagonam. Shundan so'ng kichkina shahzoda tulkining yoniga qaytib keldi. "Xayr, yaxshi qol", dedi u. "Xayr, yaxshi bor", dedi tulki. "Mana senga aytmoqchi bo'lgan sirli gapim. Faqat ko'ngil ko'zigina ochiq. Eng asosiy narsani ko'z bilan ko'ra olmaysan. Eng asosiy narsani ko'z bilan ko'ra olmaysan", deb takrorladi kichkina shahzoda bu hikmatni eslab qolish uchun. Guling senga shuning uchun ham qadrliki, unga ko'nglingni bergansan. Chunki unga ko'nglimni berganman, deb takrorladi kichkina shahzoda yaxshiroq eslab qolish uchun. "Odamlar bir haqiqatni unutdilar", dedi tulki. "Ammo sen aslo yodingdan chiqarma. Kimniki qo'lga o'rgatgan bo'lsang, uning taqdiriga hamisha javobgarsan. Unutma, Feruza guling uchun ham javobgarsan. Feruza gulim uchun javobgarman", deb takrorladi kichkina shahzoda yaxshiroq eslab qolish uchun. "Salom", dedi kichkina shahzoda. "Salom", deb javob qildi bekat nazoratchisi. "Nima qilib turibsan bu yerda?" deb so'radi kichkina shahzoda. "Yo'lovchilarni saralayapman", dedi nazoratchi. Mingta qilib poyezdga o'tkazaman-da, birini o'ngga, ikkinchisini so'lga jo'nataman. Shu payt yop-yorug' derazalarning oynalarini yarqiratgancha tez yurar poyezd gumburlab o'tib qoldi. Bekat nazoratchisining do'konchasi ham zirillab ketdi. "Namuncha shoshadi bu?" deb hayron bo'ldi kichkina shahzoda. "Shunchalik oshiqib nimani izlaydi? Buni hatto mashinistning o'zi ham bilmaydi", dedi nazoratchi. Ikkinchi tomonga ham tez yurar bir poyezd pishqirgancha shovqin solib o'tib ketdi. "Bu boya o'tib ketganiga yetib olmoqchimi?" deb so'radi kichkina shahzoda. Qayoqda?" dedi nazoratchi. "Vagonning ichida hozir hamma yo uxlab yotibdi, yo deraza oldida qo'l qovushtirgancha esnab o'tiribdi. Faqat bolalargina burnilarini oynaga tirab tashqariga tikilib ketayotgan bo'lsa kerak. Faqat bolalargina nima izlab yurganini biladi", dedi kichkina shahzoda o'zicha. "Ular latta qo'g'irchoqqa ham yurak bag'rini berib mehr qo'yadi. Shu sababli u ularga benihoya qadrli bo'lib qoladi. Shu sababli ham boladan qo'g'irchog'i tortib olinsa o'ksib yig'laydi. Ularning baxtida", dedi nazoratchi. "Salom", dedi kichkina shahzoda. "Salom", dedi savdogar. U tashnalikni bosuvchi takomillashtirilgan qandaydir bir ichimlik sotib o'tirardi. Shu ichimlikdan 5-6 qultum ichilsa bas, keyin bir hafta chanqov nimaligini bilmay yuraverish mumkin. "Buni sotishdan ma'ni nima?" deb so'radi kichkina shahzoda. "Bu narsa vaqtni juda qattiq tejashga yordam beradi", dedi savdogar. "Mutaxassislarning hisobiga qaraganda, shu ichimlik tufayli haftasiga 53 daqiqa tejash mumkin ekan." "Xo'sh, o'sha 53 daqiqada nima qilinadi keyin?" "Nima qilinardi? Xohlagan ishingni qilaverasan." "Agar mening 53 daqiqa ortiqcha vaqtim bo'lsa edi", deb ko'nglidan o'tkazdi kichkina shahzoda. "To'ppa-to'g'ri buloq boshiga borardim-u. Falokatga uchraganimga rosa bir hafta bo'lgan edi. G'aroyib ichimlik sotadigan savdogar haqida eshitgach, so'nggi qultum suvimni ichib tugatdim." "Ha", dedim kichkina shahzodaga qarab. "Bu aytgan gaplaring hammasi qiziq.
ammo men hali samolyotimni tuzatolganim yo'q. Mana, ko'rding, oxirgi tomchi suvni ham quritdim. Agar to'ppa-to'g'ri buloq boshiga borib qolsam, men ham o'zimni behad baxtiyor hisoblardim. Menga do'st bo'lgan tulki aytardiki, azizim, hozir tulki-pulking qulog'imga kirmaydi. Nega? Chunki tashnalikdan o'lib ketishimga ko'zim yetib turibdi. U gap nimadaligini baribir tushunmadi-da, yana e'tiroz bildirdi. Do'sting bo'lsa yaxshi-da, qo'rqmay o'limga ham boraversang bo'ladi. Mana men tulki bilan do'st bo'lganimdan so'ng shunday xursandmanki, qanday dahshatli balo xavf solib turganini u sezmaydi ham, bilmaydi ham. Umrida hech qachon na ochlikni, na tashnalikni ko'rgan. Unga quyosh nurining o'zi kifoya. Men buni tovush chiqarib aytmadim, o'zimcha o'yladim xolos. Biroq kichkina shahzoda menga qaradi-da to'satdan, men ham chanqadim. Yur, quduq qidirib ko'ramiz, dedi. Men horg'in qo'l siltadim. Bu payonsiz sahroda tusmollab quduq izlashdan nima ma'no bor? Ammo baribir yo'lga tushdik. Uzoq vaqt bir-birimizga churq etmay bordik. Nihoyat qorong'u tushib, osmonda birin-ketin yulduzlar charaqlay boshladi. Tashnalikning zo'ridan meni bir oz bezgak ham tutmoqda edi. Shu bois yulduzlarni tushdagidek elas ko'rardim. Kichkina shahzodaning gapi yodimga tushib so'radim. Demak, tashnalik nimaligini sen ham bilar ekansan-da. Biroq u indamadi, faqat shunchaki so'zlagandek, suv ba'zan yurakka ham kerak bo'ladi, deb qo'ydi. Uning nima demoqchiligini tushunmadim-u, so'rab ham o'tirmadim. Uni so'roq qilishning behuda ekanini yaxshi bilardim. U nihoyat holdan toyib qumga muk tushdi. Men ham yoniga ohista cho'zildim. Allamahalgacha hech birimiz churq etmadik. Bir payt u sekingina, yulduzlar juda ham chiroyli. Chunki qayerdadir guli bor. Faqat ko'rinmaydi xolos, deb qoldi. Ha, albatta, dedim men. Oy yog'dusida tovlanib yotgan qum to'lqinlariga tikilgancha. Sahro ham chiroyli, deb qo'shib qo'ydi kichkina shahzoda. Bu gap chindan ham to'g'ri edi. Sahro menga hamisha yoqadi. Qum barxaniga chiqib o'tirasan, hech narsa ko'rinmaydi, hech narsa eshitilmaydi, ammo baribir sahro qo'ynida nimadir bilinar bilinmas yaltiraydi. Bilasanmi, sahro nima uchun yaxshi, dedi u. Chunki uning bag'rida ko'z ilg'amas alla qayerlarda buloqlar yashiringan bo'ladi. Hayratdan qotib qoldim. Birdaniga qumlardan taralib yotadigan sirli yog'duning nima ekanini angladim. Bir paytlar yosh bola chog'imda ko'hna bir uyda yashardim. Naql qilishlaricha bu uyga katta bir xazina ko'milgan ekan. Ravshanki, uni biror kimsa hech qachon topib ola olmadi. Kim bilsin, balki biror kimsa hech qachon qidirib ham ko'rmagandir. Ammo o'sha mishmish tufayli uy go'yo tilsim qilingandek sehrli ko'rinardi. Uning bag'rida sir pinhon edi. Ha, dedim ohista. Yulduzmi, uymi, sahromi, nimaiki bo'lmasin, undagi eng go'zal narsa ko'zga ko'rinmaydigan narsadir. Do'stim tulki bilan ham fikr ekansan. Juda ham xursand bo'ldim, dedi kichkina shahzoda quvonib. Saldan keyin u uxlab qoldi. Men uni qo'limda ko'targancha yo'lda davom etdim. O'z-o'zimdan hayajonlanib ketgandim. Nazarimda qo'limda nafis bir xazinani ko'tarib borayotgandek edim. Nazarimda yer yuzida bundan ko'ra nozik va nafisroq hech narsa yo'qdek tuyulardi. Oy yog'dusida uning bo'zdek oqargan manglayiga, yumuq mijjalariga, shamolda to'zg'ib yotgan tillarang kokillariga termulib borarkanman, o'zimga o'zim bularning barchasi shunchaki qobiq der edim. Eng asosiy narsani ko'z ilg'amaydi. U siyratda, botinda pinhon bo'ladi. Uning xiyol ochiq lablarida tabassum o'ynardi.
Ularga tikilib turib o'zimcha yana shunday deb o'yladim. Mana kichkina shahzoda beozorgina uxlab yotibdi. Feruza guliga shunchalar sadoqatliki, odamning beixtiyor ko'ngli erib ketadi. Gulining yodi xayoli sham shu'lasining sharpasidek uni biron zum hatto uyqusida ham tark etmaydi. Va shunda men uning aslidagidan ham ko'ra nozikroq ekanini angladim. Axir sham shu'lasini ehtiyot qilish kerak. Quturgan shamol uni o'chirib qo'yishi mumkin. Alqissa shu tariqa yo'l yurdim-u mo'l yurdim va tong chog'i bir quduq boshiga yetib bordim. Odamlar jon jahdi bilan tez yurar poyezdlarga oshiqib nima izlayotganini o'zlari ham bilmaydi, dedi kichkina shahzoda. Shuning uchun ham orom neligini bilmay goh bir tomonga, goh ikkinchi tomonga zir yuguradilar. Xiyol o'tgach shunday deb qo'shib qo'ydi. Lekin bari behuda. Biz topgan bu quduq Sahroy Kabirdagi boshqa quduqlarga o'xshamasdi. Odatda bu yerdagi quduq qumni nari-beri o'yib yasalgan chuqurchadan iborat bo'ladi. Bu esa qishloqlarda uchraydigan haqiqiy quduq edi. Ammo atrof javonibda qishloqning asari ham yo'qligi uchun men buni tushga yo'yib qo'ya qoldim. G'alati-ya, dedim kichkina shahzodaga. Hammasi tayyor. Chambarak ham, chelak ham, arqon ham. U kulimsirab qo'ydi-da, arqonni tortib chambarakni buradi. Chambarak xuddi shalog'i chiqqan charpalakdek g'ichirlab aylana boshladi. "Eshityapsanmi?" deb so'radi kichkina shahzoda. Quduqni uyg'otib yubordik. Ana endi xirgoyi qilishga tushdi. Men u charchab qoladi deb xavotirda edim. "Suvni o'zim tortaman", dedim shosha-pisha. "Sening kuching yetmaydi." Suv to'la chelakni sekin tortib chiqardim-da, quduqning tosh qirg'og'iga avaylab qo'ydim. Quloqimda hamon chambarakning g'ichirlab aylanishi aks sado berar, chelakdagi suv ohista chayqalar, mavjlarida quyosh shu'lasi o'ynardi. "Shu suvda ichkim kelyapti", deya menga javdirab boqdi kichkina shahzoda. "Bir qultum ber." Shunda men uning nimani izlab yurganini to'yqusdan angladim. Chelakni ko'tarib asta labiga tutdim. U ko'zlarini yumib olgan, huzur qilib ob-hayot simirardi. Bu chinakam bir shodiyona edi. Chunki bu oddiy suv emasdi. U sahroda yulduzlar ostidagi uzoq sargardonliklardan so'ng, chambarakning g'ichirlab aylanishidan so'ng, qo'llarimning harakatidan so'ng bizga muyassar bo'lgan noyob ilohiy bir ne'mat edi. Go'yo yurakka tengsiz malham edi. "Sening sayyorangda", dedi kichkina shahzoda, "odamlar bir chamanzordan 5000 ta gul o'stirar ekan u izlaganini topolmas ekan." "Topolmaydi", deb ma'qulladim men. Holbuki ular izlagan narsani bir dona guldan, bir qultum suvdan ham topish mumkin. "To'g'ri aytasan", deb tasdiqladim yana. Kichkina shahzoda tag'in o'yga cho'mdi. Afsuski ko'zlar basir. Ko'ngil ko'zi bilan izlash lozim. Suvdan miriqib ichdim. Nafas olishim yengillashdi. Sahar chog'i qum xuddi asaldek tillarang tovlanadi. Unga tikilgan sari o'zimni baxtiyor sezardim. Chindan ham nega? Nedan qayg'u chekay? "Sen va'dangning ustidan chiqishing kerak", dedi kichkina shahzoda muloyimlik bilan tag'in yonimga kelib o'tirar ekan. "Qanaqa va'da? Esingdami? Qo'zichog'ingga no'xta beraman degan eding. Axir men o'sha gulga javobgarman-ku." Cho'ntagimdan chizgan rasmlarimni oldim. Kichkina shahzoda ularni ko'zdan kechirar ekan kulimsiradi. "Baobablaring xuddi karamga o'xshaydi-ya. Men bo'lsam baobabni boplab chizganman deb yertayib yuribman-a. Tulkining qulog'i bo'lsa, shoxning o'zi uzunligini qarayu." U yana kulib yubordi. "Bu gaping insofdan emas, og'ayn. Axir men umrimda bo'g'ma ilonning ichki yu tashqi ko'rinishidan boshqa narsa chizgan emasman-da.
Mayli, hech qisi yo'q, dedi u meni yupatib. Bolalar shundoq ham tushunib olishadi. Keyin men uning qo'zichog'iga nuqta chizib berdim. Suratni kichkina shahzodaga berdim, u negadir yuragim zirqirab ketdi. Nimanidir o'ylab qo'ygansan-u, menga aytmayapsan. Biroq u indamadi. Bilasanmi, dedi nihoyat. Ertaga sizlarning huzuringizga yerga kelganimga 1 yil to'ladi. U tag'in jimib qoldi. Bir zum o'tgach, men mana shu atrofga tushgandim, dedi. Shunday dedi-yu, duv qizarib ketdi. Negaligini Xudo biladi-yu, dilimni yana qo'rg'oshindek g'ashlik qopladi, lekin baribir yurak yutib so'radi. Bundan chiqdiki, 1 hafta avval ikkalamiz tanishgan tongda odamzod makonidan ming chaqirim uzoq bu ovloq yerlarda sen yolg'iz o'zing bejiz kezib yurmagan ekansan. Osmondan tushgan joyingga qaytib kelayotganmiding? Kichkina shahzoda battarroq qizarib ketdi. Men endi hadiksirab so'radim. Balki 1 yil to'lgani uchun shunday qilmoqchimisan? U yana loladek qizardi. U birorta savolimga javob bermadi. Ammo qip-qizarib ketgani ha degani emasmi? Qo'rqib ketyapman deya so'z boshladim, xo'rsinib. Ammo u gapimni kesdi. Ishga kirishadigan vaqting bo'ldi. Tura qol. Mashinangning yoniga bor. Men seni shu yerda kutaman. Ertaga kechqurun qaytib kelgin. Ammo baribir ko'nglim tinchimadi. Beixtiyor tulkini esladim. Qo'lga o'rganib qolganingdan keyin ba'zan ko'z yosh to'kishga ham to'g'ri keladi. Quduqdan sal narida ko'hna tosh qo'rg'onning vayronalari saqlanib qolgandi. Ertasi oqshom ishni tugatib qaytarganman, uzoqdan kichkina shahzodaning chol devor ustida oyog'ini osiltirib o'tirganini ko'rdim. Yaqinlashgach ovozini ham eshitdim. Esingdan chiqdimi, dedi u. Bu gap xuddi shu yerda bo'lmagan edi-yu, lekin chamasi kimdir unga javob qaytarmoqda edi. Chunki shunday deb e'tiroz bildirdi. To'g'ri, bu gap bundan ro'pa-rosa 1 yil avval bo'lgan edi, lekin boshqa joyda. Qadamimni tezlatdim, ammo devorning tagida Zoh ham ko'rinmasdi. Biroq kichkina shahzoda hamon kim bilandir gaplashib o'tirardi. Albatta, mening izimni qumdan osongina topasan, keyin kutib turgin. Bugun kechasi men o'sha yerga kelaman. Devorning oldigacha 20 qadamlar chamasi qoldi, lekin men hanuz hech narsani ko'rmadim. Bir oz jimlikdan so'ng kichkina shahzoda: "Zaharing o'tkirmi o'zi, ish qilib meni ko'p qiynamaysanmi?" deb so'radi. Turgan joyimda qotib qoldim. Yuragim orqamga tortib ketdi, biroq hamon biror nimani tushunmasdim. "Keta qol endi", dedi kichkina shahzoda. "Men pastga sakramoqchiman." Shunda oyoq ostiga qaradim, u 2 gaz nariga sapchib tushdim. Devorning shundoqqina tagida odamni chaqsa yarim daqiqada til tortmay o'ldiradigan bir ilon bo'ynini gajak qilgancha kichkina shahzodaga tikilib turardi. Cho'ntagimdagi to'pponchani paypaslagancha unga qarab yugurdim, ammo ilon sharbamni sezib, qurib borayotgan jilg'adek qum uzra asta sirg'algancha bilinar bilinmas ohangrabo sas chiqarib toshlar aro g'oyib bo'ldi. Rosa vaqtida yetib kelgan ekanman, boyaqish kichkina shahzodamni dast ko'tarib oldim. "Nima qilganing bu bolakay?" dedim nafasim tiqilib. "Nega ilon bilan suhbat qurib o'tiribsan?" Shunday deb uning doimiy yo'ldoshi tillarang sharfini bo'yniga taqib qo'ydim. Yuz ko'zini yuvib, majburan suv ichirdim, ammo boshqa biror narsani so'rashga yuragim dov bermadi. U menga sinchiklab tikildi-da, bo'ynimdan mahkam quchdi. Yuragining yarador qushdek betoqat tipirchilayotganini yaqqol eshitib turardim. "Nihoyat mashinangni tuzatib olibsan, juda ham xursand bo'ldim", dedi u. "Endi bemalol uyingga qaytishing mumkin." "Shoshma, sen buni qayoqdan bilding?" "Chunki barcha bolalarni dog'da qoldirib, samolyotimni tuzatishga muvaffaq bo'lganimni aytmoq uchun endigina og'iz juflagan edim-da." U savolimni odatdagidek javobsiz qoldirib shunday dedi:
Men ham bugun uyimga qaytaman. Keyin g'amgin ohangda qo'shib qo'ydi. Lekin mening safarim senikidan uzoqroq, senikidan qiyinroq. Ularning barchasi allanechuk g'alati edi. Men uni xuddi go'dak boladek mahkam bag'rimga bosib turardim, lekin nazarimda u go'yo og'ushimdan sirg'alib chiqqancha bo'shliqqa singib ketayotgandek tuyulardi. Uni tutib qolishga o'zimni ortiq qodir emasdek his qilardim. U olis-olislarga horg'in, o'ychan termularkan, menda sening qo'zichog'ing qoladi. Qutichayam, nuqta ham, dedi-yu g'amgin kulimsirab qo'ydi. Men uzoq kutdim. U go'yo asta-sekin o'ziga kelayotgandek edi. Biror narsadan qo'rqqanga o'xshaysan, bolakay. Qo'rqmay ham bo'ladimi? Ammo u ohistagina kulimsiradi. Bugun kechqurun bundan battar qo'rqsam kerak. Muqarrar falokat tuyg'usi tag'in vujudimni muzlatib karaxt qilib tashladi. Nahotki uning jarangdor kulgusini qayta eshitmasam, axir bu kulgi men uchun sahrodagi pokiza buloq bilan barobar-ku. Bolakay, kulgingni sog'indim, bir kulgin. Ammo u bunga javoban, bugun 1 yil to'ladi, dedi. Yulduzim 1 yil avval men qulab tushgan joyga rosa ro'baro keladi. Menga qara, bolakay. Axir bularning barchasi ilon ham, yulduz bilan uchrashuv ham ahmoqona bir tushku, to'g'rimi? Biroq u gapimga indamadi. Eng asosiy narsa ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan narsa, dedi u. Ha, albatta. Bu ham xuddi gulga o'xshaydi. Agar olis yulduzlardan birida o'sadigan gulni yaxshi ko'rsang, kechasi osmonga boqib huzur qilasan. Ko'z o'ngingda yulduzlarning jami guldek ochilib yotadi. Albatta, kechasi yulduzlarga termilasan. Mening yulduzim benihoya kichkina. Uni senga ko'rsata olmayman. Shunday bo'lgani tuzuk. U sen uchun osmon to'la yulduzlarning biri bo'lib qolgani ma'qul. Shunda sen osmonga boqishni yaxshi ko'rib qolasan. Jamiki yulduz senga oshno bo'lib qoladi. Keyin men senga nimadir sovg'a ham qilmoqchiman. U shunday deb kulib yubordi. Ey bolakay, kulgilaringni qanchalar yaxshi ko'rishimni bilsang edi. Senga bermoqchi bo'lgan sovg'am ham mana shu-da. Yo'q, har kimning o'z yulduzi bor. Ba'zilarga aytaylik sarbon va sayyohlarga ular yo'l ko'rsatuvchi, ba'zilarga esa shunchaki mitti shu'la xolos. Olimlarga yechish lozim bo'lgan masala. Men ko'rgan korchalonga esa oltin bo'lib ko'rinadi ular. Ammo bu odamlarning barchasi uchun yulduzlar bezabon. Sening yulduzlaring esa butunlay o'zgacha bo'ladi. O'zgacha deysanmi? Kechalari osmonga boqasan-u, men yashaydigan, mening kulgim yangrayotgan yulduzlarning barchasi jilmayib kulayotgandek tuyuladi. Ha, sening kula biladigan yulduzlaring bo'ladi. U shunday dedi-yu, kulib yubordi. Yupanganingdan keyin esa oxir oqibat doim yupanasan baribir. Qachondir men bilan oshno bo'lganingni eslab yuraging quvonchga to'ladi. Sen hamisha mening do'stim bo'lib qolasan. Hamisha menga qo'shilib kulishni istab yurasan. Ba'zan derazangni mana shunday lang ochib yuborasan u shodimon bo'lib ketasan. Shunda do'stlaring nega u osmonga boqib bunchalar xursand bo'layotgan ekan deb qattiq hayron bo'ladilar. Sen bo'lsa ularga ha, men doimo yulduzlarga boqib xushxandon kulaman deysan. Ular esa seni aqldan ozib qoldimikin deb gumon qilishadi. Ko'rdingmi? Qanday chatoq hazil boshladim sen bilan. U yana qo'ng'iroqdek tovush bilan kulib yubordi. Go'yo yulduzning o'rniga senga bir shoda jarangdor qo'ng'iroq sovg'a qilgandek bo'ldim. Yana xandon tashlab kuldi, so'ng tag'in jiddiy tortdi. Bilasanmi? Bugun kechasi yo'q.
yaxshisi kelmay qo'ya qol. Men seni yolg'iz qoldirmayman. Senga biror joyim og'riyotgandek, hatto jon berayotgandek bo'lib tuyulishim ham mumkin. Shunaqa bo'ladi o'zi. Kelmay qo'ya qol, kerak emas. Men seni yolg'iz qoldirmayman. U nimadandir qattiq tashvishmand ko'rinardi. Bilasanmi, haligi ilonni o'ylayapman. Tag'in u seni chaqib olsa-ya, axir u yovuz hayvon-ku. Birovni chaqsa huzur qiladi. Men seni yolg'iz qoldirmayman. U birdan xotirjam tortdi. Ha, aytmoqchi, uning zahri 2 kishiga yetmaydi. Kechasi uning qanday turib ketganini sezmay qolibman. U sassiz, sharpasiz sirg'alib ketib qolgandi. Nihoyat uni quvib yetganimda u jadal dadil odim otib borardi. Meni ko'rib, "Ha, senmisan?" dedi xolos. So'ngra asta qo'limdan tutdi-yu, allanimadan cho'chigandek darrov tortib oldi. "Bekor kelyapsan men bilan. Ahvolimni ko'rib qiynalasan. Nazaringda o'layotgandek ko'rinaman, lekin bu yolg'on bo'ladi." Men indamay boraverdim. Bilasanmi, yo'lim nihoyatda olis, jismim esa nihoyatda og'ir. Men uni olib keta olmayman. Men indamay boraverdim. Bu xuddi eski qobiqni tashlagandek bir gap. Hech bir qayg'uradigan joyi yo'q buning. Men yana indamay boraverdim. Uning bir oz ruhi tushdi, ammo baribir zo'r berdi. Mana ko'rasan, juda soz bo'ladi hali. Men ham yulduzlarga termulaman. Shunda jamiki yulduzlar g'ichirlab aylanadigan chambarakli ko'hna quduq bo'lib ko'rinadi. Va ularning har biri menga ichgani suv beradi. Men indamay boraverdim. Bir o'ylab ko'rgina, qanchalik soz bo'ladi o'shanda. Senda 5 million qo'ng'iroq bo'ladi, menda esa 5 million buloq. U birdan jimib qoldi, bo'g'ziga yig'i tiqilib keldi. Mana yetib ham keldik. Qo'y endi meni, bu yog'iga o'zim boray. Shunday deb qum uzra bemajol cho'kdi. Yuragini qo'rquv chulg'adi. Xiyol o'tgach, sekingina shivirladi. Bilasanmi? Gulim, men gulimga javobgarman, chunki u shunchalar zaif, nochorki. Soddaligini aytmaysanmi? O'zini himoya qilmoqqa 4 tagina arzimas tikanidan boshqa hech narsasi yo'q. Men ham qumga muk tushdim. Oyoqlarimdan mador qochib chalishib ketmoqda edim. Mana, tamom endi, dedi u. Bir lahza tek qoldi-yu, so'ng o'rnidan turdi. Bir qadam ilgari bosdi. Men esa hamon joyimdan qo'zg'ala olmasdim. Oyoqlari ostida go'yo sariq yashin chaqnagandek bo'ldi. Bir daqiqa qotib qoldi. Yig'lamadi, bo'zlamadi. So'ng xuddi bolta urilgan daraxtdek ohista quladi. Na bir sharpa, na bir sas. Illo qum zarralari tiq etgan tovushni ham yutib yuboradi-da. Mana o'shandan buyon 6 yil o'tdi. Hanuzgacha bu haqda biror kimsaga churq etib og'iz ochganim yo'q. Qaytib kelganimda do'stlarim meni tag'in eson-omon ko'rib sevindilar, biroq ko'nglim benihoya g'ash edi. So'ragan odamga charchaqman shekilli deb qo'ya qoldim. Lekin asta-sekin baribir yupana boshladim. Batamom emas albatta. Biroq shu narsani yaxshi bilamanki, u o'z sayyorasiga qaytib ketgan, chunki tong yorishgach qum ustida jasadini ko'rmadi. Uning jismi unchalik og'ir ham emas edi. Kechalari yulduzlarga quloq tutib o'tirishni yaxshi ko'raman. Go'yo 5 million qo'ng'iroq shodimon jiringlayotgandek. Lekin buni qarangki, qo'zichoqqa nuqta chizib berayotganimda tasmachasini unutgan ekan. Endi kichkina shahzoda uni qo'zichoqqa taqa olmaydi. Shu bois goh-goh o'zimdan so'rayman, u yoqda do'stimning sayyorasida ahvol qanday ekan?
tag'in qo'zichoq gulni yeb qo'ygan bo'lsa-ya. Ba'zan esa o'zimga o'zim yo'q, unday emasdi. Kichkina shahzoda kechasilari Feruza gulni shisha qalpoq bilan yopib qo'yardi. Qo'zichoqqa ham ko'zi quloq bo'lib tursa kerak deb taskin beraman, birdan quvonib ketaman. Shunda yulduzlar ham ohista jilmayib kulayotgandek tuyuladi. Gohida esa ba'zan nimadir xotirdan faromush bo'ladi-ku axir. Unda har balo ham bo'lishi mumkin. Bordi-yu, kichkina shahzoda bir kuni shisha qalpoqni esidan chiqarib qo'ysa, yo qo'zichoq kechasi sezdirmasdan qutichasidan chiqib ketib qolsa-ya deb o'ylayman vahimaga tushib. Shunda osmondagi qo'ng'iroqlarim ham unsizgina yig'layotgandek tuyuladi. Bularning barchasi allanechuk aql bovar etmaydigan sirli hodisalardir. Aminmanki sizga ham kichkina shahzodani yaxshi ko'rib qolgan boshqa har qanday odamga ham xuddi men kabi koinotning allaqaysi burchagida biz hech qachon ko'rmagan bir qo'zichoq bizga notanish bir gulni yeb qo'ymagani aslo baribir bo'lmasa kerak. Dunyoning ko'zimizga qanday ko'rinishi ana shunga juda bog'liq. Boshingizni ko'tarib bepoyon osmonga qarang. So'ngra o'zingizdan o'sha Feruza gul omon bormikan? Bordi-yu qo'zichoq uni yeb qo'ygan bo'lsa-ya deb so'rang. Ana shunda ko'rasiz, olam ko'z o'ngingizda butkul boshqacha jilvalana boshlaydi. Va birorta katta odam buning qanchalar muhim ekanini hech qachon tushuna olmaydi. Bu yer menimcha dunyodagi eng go'zal va eng hasratli makon bo'lsa kerak. Sahroning bu kimsasiz parchasi sal yuqorida ham tasvirlangan edi, ammo uni yaxshiroq ko'rib olishingiz uchun yana qaytadan chizmoqchiman. Xuddi shu joyda kichkina shahzoda yer yuzida birinchi bor paydo bo'lgan, keyin xuddi shu joyda g'oyib bo'lgandi. Diqqat bilan qarab eslab qoling. Agar qachonlardir Afrikaga, sahroga borib qolsangiz, bu joyni tanishingiz oson bo'ladi. Mabodo shu yerdan o'tar bo'lsangiz, o'tinib so'rayman, mana shu yulduz ostida bir nafas to'xtang. Bordi-yu shu payt tillarang sochli bir bola yoningizga kelib, qo'ng'iroqdek tovush bilan kula boshlasa, birorta savolingizga javob bermasa, o'ylaymanki, kimga duch kelganingizni albatta sezsangiz kerak. O'shanda sizdan o'tinib so'rayman, dardli dilimga yupanch berish esingizdan chiqmasin. Uning qaytib kelganini menga zudlik bilan xabar qiling. Siz Antoine de Saint-Exupéry'ning Kichkina shahzoda kichik romanini tingladingiz. Romanni Abdukarim Mirzayev o'qidi.